Sharqi Turkistondagi ishg'oliyatchi Xitoy hokimiyati Amerika rahbarligidagi demokratik davlatlarning Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatlariga qarshi ayblash harakatini Xinjiang orqali Xitoyni kontrol qilish harakati deb jar solgan bo'lib, doiralar g'arb ellarining harakatiga qarshi tashviqotni kuchaytirganligiga va'da bergan. Aytalmış Uyghur Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti qonuniy mexanizm orqali tanqidga qarshi turish va Xinjiangga munosabatli masalalarda tashqi kuchlar bilan aktiv kurash qilamiz deb e'lon qilgan. Kanada parlamentining hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasidan bo'lgan Avam palata a'zolaridan Samir Zubari 18-iyul kuni Amerikaning Vengriya shtatiga joylashgan Uyg'ur markazida Uyg'ur jamoati bilan uchrashdi. Samir Zubari Uyg'ur masalasining uzun muddatli kurash ekanligi va o'zlarining uningga davomli xizmat qiladiganligini bildirdi. Samir Zubaridan sirt Kanada parlamentining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Arnold Versin ve parlamentin Quebec gruppasidan bo'lgan a'zosi Andrein Larouche xonimdan tashkil topgan 3 kishi Washington qilgan bir haftalik xizmat ziyarati asosida 19-iyul Uyg'ur markazida Uyg'ur jamoati bilan uchrashgan. Egilenishicha, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchiligining javobgarlaridan biri bo'lgan va xalqaroda bu qirg'inchilikni burmalash uchun eng ko'p kuch chiqargan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti tashqi munosabatlar ishxonasining mudiri Wang Yi 26-iyul Turkiyada ziyoratda bo'ldi ekan. BBC'ning Angliya parlamentining axborot va bexatarlik komitetining dokladini naql keltirib xabar qilishicha, Londonning Beijingdan kelgan davlat bexatarlik tahdidiga taqobil turishning unumli strategiyasini tuzashdagi mag'lubiyati sababidan Angliya Xitoyning nishoniga aylangan. Dokladda Angliya hukumati aloqador tahdidlarni to'nib yetmagan deb ayblangan. Angliya bosh ministri Rishi Sunak bo'lsa, Xitoyga qarshi qilishga tegishli yana nurg'un ishlarning borligini mutlaq to'nib yetganligini aytgan. Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Shi Feng Amerikaning Xitoyning o'zak sanoati va mablag' solishni nishon qilgan davlat bexatarlik tadbirlariga qarshi tadbir qo'llanganligini aytdi. Shi Feng Amerikaning Colorado shtatida o'tkazilgan Aspen bexatarlik munbirida qilgan so'zida Amerikaning Xitoyga qaratgan qadamlari va ichki davlat munosabati haqida to'xtalgan. Rossiya xususiy bexatarlik shirkati Wagnerning qurg'uvchisi Yevgeniy Prigojin yollanma askarlarning Belorussiya zaminiga kelganligini e'lon qildi. Belarusiyadagi chaqda Belorussiya armiyasini dunyodagi ikkinchi armiya qilishga va'da bergan Prigojin zarur tepilganda ularning yanada turganligini bildirdi.